Chirchiqda haqiqiy chempionlar tayyorlaydigan karate klubi borligini bilarmidingiz? Kitto Katsu karate klubi asoschilari aka-uka Mirzobidovlar. Aka-ukalarning kattasi Katta Shohruh Mirzobidov 4-dan qora belbog' sohibi. Karate musobaqalarida 16 karra O'zbekiston, 4 karra Osiyo, 2 karra jahon chempioni va uning ukasi Kichik Mirzobidov Husayr 3-dan qora belbog' sohibi, 14 karra O'zbekiston, 3 karra Osiyo, 2 karra jahon chempioni. Shohruh va Husayr Mirzobidovlar o'zlarining Kitto Katsu karate klubining 5 ta filialida 150 ga yaqin o'g'il va qizlarga karate sir asrorlarini o'rgatib kelishmoqda. Shogirdlar orasida viloyat, O'zbekiston, Markaziy Osiyo, Osiyo xalqaro turnir g'oliblari va jahon chempionlari mavjud. Joriy yilning o'zida 65 ga yaqin shogirdlari musobaqalarda chempion va sovrindor bo'lishdi. Ayni vaqtda VKF karatedan Karate Kids, ya'ni kichik o'smirlar o'rtasida bo'lib o'tayotgan O'zbekiston chempionatida qatnashmoqda. Keyingi musobaqa esa 21-dan 23 noyabrgacha Toshkent mezbonlik qiladigan ITKF karatedan Osiyo chempionati. Qahramonlarimiz tayyorgarlikni tinimsiz to'xtatmay olib borishmoqda. Chempion bo'lish oson, chempionlikni ushlab turish esa qiyin deydi ular. Kitto Katsu karate klubini Chirchiqda 4 ta, Toshkentda bitta filiali bor ekan.